Nima uchun yoshi katta ayollarda hamda tug'ruqdan keyin qin devorlari bo'shash holati bor? Demak, qin devorlari tug'ruq paytida cho'ziladi hamda darrogina o'zi tiklanmaydi. Yoshi katta ayollarda esa estrogen gormoni pasayishini oqibatida qin devorlarining mushaklarida kollagen va elastin kamayadi. Bularni bartaraf qilish uchun albatta sizga Kegel mashqlari yordam beradi. Kegel mashqlari yordamida siz qin devorlarini, mushaklarini mustahkamlashingiz mumkin bo'ladi. Kichik chanoq sohasida qon aylanishini yaxshilaysiz hamda jinsiy hayotingizni saqlab qolishingiz mumkin. Agar Kegel mashqlarini qila olmayotgan bo'lsangiz, albatta sizga Kegel kreslosi bunda yordam beradi. Bu Kegel kreslosi yordamida siz chanoq tubi mushaklarini hamda qin devorlari mushaklarini elektromagnit to'lqinlar yordamida stimulyatsiya qilasiz. Sidit tomaslik hamda qin devorlari bo'shash holati bo'lsa, juda yuqori samaraga erishishingiz mumkin. Har bir muolaja 30 daqiqa davom etadi hamda 6 va 10 seansdan iborat bo'ladi. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, sidigini tuta olmaydigan yoki qin devorlari bo'shash holati bo'lgan dugonangizga yuborib qo'ying.